hokimiga ming marta rahmat. Qarabsizki, qanaqa mehmonlar uchun o'zi xalqi bir mehmondo'st xalq. Qarabsizki, o'zini bog'idan mana bu yerga joy qilib qo'yibdi. Mana bu yerda o'rtalar ovqatlanadigan joy ekan. Qanaqa manzara. Bunday olijanob joy boshqa mamlakatlarda yo'q bo'lsa kerak. Mana bugungi kunda xalqimiz yaxshidan aylanayapti. Mana bu bo'lsa turizmlar uchun katta mehmonxona ekan. Qanaqa? Ana mehmonxona qara. Turizmlar kelib dam oladi. Festival tamom bo'lgandan keyin mana Surxondaryoga kelib bemalol dam olib ketaveradi. Mana bu yoqlarda ham bor. Bugungi kunda mana o'rtalar aylanayapmiz, dam olyapmiz. Qanaqa? Hamma yil Boysun xalqini hamma joyi ko'rinib turibdi. Ajoyib manzarada bu muzeyda ham bo'laveradi. Shuning uchun viloyat hokimiga rahmat. Mana shu yerda kelayotgan o'rtalar dam oluvchilarga ayniqsa bugungi kunda Milliy gvardiyani xizmat qilayotgan qanaqa hamma sharoit bor. Ovqat yeminsan, ovqat bor. Xo'p, o'ynamaman sportda qanaqa sportga qanday sportlarni ham chiqarib qo'yibdi. Ishqilib bugungi kunda xalqimizga ming marta rahmat. Boysun festivali har yil bo'laversin. Shuni tashkillashtirgan Boysun xalqiga rahmat hamda hokimiga ham ming marta rahmat. Qolaversa viloyat hokimiga ham, prezidentimizga ham rahmat.